Raqiblarni vayrona etmek bulsan o'qidi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Men Python darsiga tunji qatnashib, undan keyin ba'zi qarindoshlarimizning bu darsda qiynalib qolganligi sababidan buni bir video shaklda ishlab taqassam qanday bo'lar, foydasi bo'lib qoladimi degan maqsadda buni bir qisqacha video shaklda kirishtirib beqishni loyiq ko'rdim. Bu darsga qatnashgan va qatnashmagan shu kompyuter kod tili, programma yozish sohasiga qiziqadigan qarindoshlarimiz uchun bir foydali material bo'lib qoldi ekan degan shu fikr ideya bilan buni tunji qitim qilib beqishim. Yaxshi qilalamdim, qilamamdim shu qitimliq qilgan ishimdan ma'lum bo'ldi. Yaxshi bo'lmay qolib qolsa bu qilishinglarni, yaxshi bo'lib qolsa